Nima shuncha harakat va aktiv yo'q? Hammaga salom qadrli obunachilar, men ismim Krif va mening videomga xush kelibsizlar. Xullas, obunachilar, hozir men kompyuter ko'rib o'tirgandim, lekin kanalimizga aktiv juda ham tushib ketgan. Mayli, nima ham dedik, balkim bir kun ko'tarib qolar. Hozir esa biz o'zimizdan ishimizga chiqishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan endi ketmoqimiz bo'lamiz. Tushunsin. Ketmoq qayda? Mayli. Bir bug bo'ldi, menimcha, mayli. Ketmoqimizni yana olamiz va endi tashqariga ishga chiqamiz. Da albatta biz agar ishimizni qilishimiz shart. Da sizlar bugun nima bo'ladi? Meni yangi uyimdasizlar. Ha, bu meni yangi uyim. Boyman deb mana shu maqtanish niyatim yo'q va bu qishloqqa ham ko'chib keldim. To'g'risi majburiy, dadam qo'ymadilar. Da lekin juda ham katta qishloq menga yoqadi. Ha, mayli, uni hozir mana bu yerdagi ishlarni qilib olishim kerak. To'g'risi, dadam turib oldilar, shu qishloqqa ko'chasin dedilar. 97-qishloq ekan. Da lekin juda ham katta qishloq, lekin o'zimni oldingi qishlogimga yetmaydi. Mayli, mana bu to'ylarni tezroq terib bo'lsam, tushunsin. Nima bo'ladi? Tong bilan to'g'risi juda ham yomon xabar, kayfiyat kanalimizga tushib ketgan ham mayli. Sizlarga da kanalimizga obuna bo'lishni va videomizga like bosishni unutmaysizlar. Tushunsin, tushib ketmi? Nima bo'ladi? Kanalimiz aktivi ko'tariladi. Mayli, opana mana bu to'ylarni hammasini terib olamiz va endi menimcha bularni ekmaslik kerak, sababi mer bizlarga kartoshka va sabzi berish kerak. Ularni biz ekanimizni almashtirishimiz kerak. Mana bunaqa kartoshkalarga, tushunsin. Merni mana berdi. Qishloqlar, salom qishloqlar. Salom Krif. Bu yerda nima qilyapsizlar? Mer yana yo'qolibdi. Mer yo'qolibdi. Da. Tushunarsiz, mer yo'qolibdi, qanaqasiga qoladi? Oxir u kichkina bo'lamas, yo'qolib qolgan. Xo'p, mana uni qolsa qana, mana bu shkallarni ko'rishchi. Da rostdan ham hechmi yo'q. Mana sandiqda ham shkallar bo'sh. Tushunmadim. Qiziq. Tak, mana sizlar joyda nimaga bilmadim, men buni merning uyini ichiga kirib oldim. Mayli, shunisi mana bu yerda taxta bor ekan. Nima deydi? Men shahardaman. Tushunarli. Qishloqlar shuni ko'rishmagan. Mayli. Qishloqlar, nima deysan? Mer shaharga ketgan ekan. Nima? Shaharga? Da, mana bu do'stlarni ko'rmaydilarmi? Yo'q, biz hali uyga ichiga ham kirmadik. Tushunarli. Qishloqlar ham men ham to'g'risi to'g'dirayman hamala. Mana bu uylarni ichida to'g'risi mana bu yerda meni uyimga o'xshash uy bor ekan. Da, o'zi bir desa ham bo'ladi. Mayli. Unaqa bo'lsa hozir tezroq uyimizga boramiz va mana nima bo'ladi? Urug'larni o'zimni uyimga solib qo'ymasam bo'lmaydi. Keyin mers bergan kelgandan so'ng beraman. Hop, opana qilib, endi mana bu yerda solib qo'ysak bo'ladi. Hop, mana bu yerda o'rin yo'q. Mana bu yerga ketmamizni qo'yamiz va hammasi yaxshi. Xullas, mana yerga o'tirib olamiz. Hozirga men bir narsa aytaman. Xullas, men video oldidan bitta shkaf, ya'ni mana nima bo'ladi? Juda ham katta shkaf zakaz berganman. Da, uzun marketdan ham tezroq opana mana bu yerga kattagina shkaf zakaz berganman. Mana oynani sindirishimiz kerak, sababi oynani o'rniga hozir biz shu yerga taxta qo'ymasak bo'lmaydi. Albatta shkafdan nima bo'ladi? Aytishimdan oynadan shkaf ko'rinib tursa, albatta juda ham noqulay tuyuladi. Menga ham noqulay tuyulardi va bemalol oynani olib, sindirib, ichidagi narsani olib ketishi mumkin. U xohlagan o'g'ri. Minecraft hozir eriydi. Tushunarli. Mayli. Yaqinda men ham bitta kompyuter olishim kerak edi. Mayli, balkim bir kun olarman. Oppa, mana bu yerda mana bularni doskaga aylantirib olamiz. Jinnisin tomog'im, kechirasizlar, tomog'im ozgina og'rigan shu paytlari. Endi axir qish boshlandi. Nima bo'ladi? Kun ham ozgina sovutdi. Hop, mana bu yerga mana taxtani qo'yib qo'yamiz va mana bu yerga shkafimga solib qo'yaman. Juda ham yaxshi, hammasi normal. Kelinglar, mana urug'larni ham akromimizga yig'ib qo'yamiz. Yarmini, yarimini yig'ib qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi yarmi egilib tursa, menimcha mer ko'rsa urushmaydilar degan umiddaman. Mayli, uni hozir mana bu yerga opani ekib qo'yamiz va qani bundan nima bo'ladi? 3ta qoldi. Shularni hozir menda odobsizlik bo'lsa ham, mayli, menimcha hech kim ko'rmadi degan umiddaman. Hop, mana qilib, endi esa ichkariga kiramiz va endi zakaz kelishini kutishimiz kerak. Afsuski,
tushunsin. Endi yo'q, zakazim kelibdi-ku. Ha mayli. Endi nima deb bo'ladi? Afsuski kompyuterim kezikkina ko'tarmaydi demoqchiman. Ha mayli, opana qilib, mana zakazim ham kelibdi. Tushunsin. Kompyuterga ko'rib o'tirib, unutib ham qo'yibman zakazimni. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima, moshina zo'r ekan u. Zakazni olib keldingizmi? Zakazni olib keldim. Tushunarli. Menda qancha bo'ldi? Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Ikkita izimrud. Ha, ikkita izimrud. Tushunarli. Ikki marta hadingizmi? Endi o'zingni topdirish. Tushunarli. Oppa, tushunarsin. Hozir avvali oppani va normalniy ikkita izimrudni sizga berdim. Berdingiz, sizga nima deb bo'ladi? Sizga xaridingiz uchun rahmat. Mana qana tekshiraylikchi. Menimcha uyim ichiga bu sig'maydi. Menimcha sig'masa kerak. Da, to'g'ri aytasiz. Mayli, undan qolsa sizga rahmat. Mayli, arzimaydi. Albatta yana zakaz qildiring. Mayli. Shunaqa qilib o'zi pul olib o'tadi. Mayli, nima ham dedik. Tushunsan, buni kattaligini mana bu yerga sig'ar ekan u. Qo'yil, oppani va romni keldi. Qo'yil, juda ham yoqdi to'g'risi. Menga to'g'risi juda ham mos keldi. Endi mana bu yerga mana bu opani olib qo'yamiz va normali hammasi juda ham zo'r ixcham ekan. Menimcha ichiga ko'p narsa sig'sa kerak, yana bilmadim. Opani qolsa hozir mana zakazimni oldim. Kerak videomsan? Merma. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Shkafni orasiga ketdingizmi? Shkaf oldingmi? Da. Arzim nima bo'ladi? Tabriklayman. Rahmat. Men qayerga ketdingiz? Izimni yuraver. Yo'q. Bu yana nima bo'ldi mer? Hozir ko'rasan. Yo'q. Bu nima? Bu 24X Ultra. Nima bu? Jigulimi? Bu Jigul bilan nima bo'ladi? O'ynama. Tushunarli. Lekin bitta savol, bu nima bo'ladi? Yuradimi o'zi? Albatta yuradi. Tushunarli. Buni uzunligiga qaranglar. Orqasi normali, orqasidagi bagaj ochilmas ekan, qattiq ochladi. Mer qanchaga oldingiz? $34,000. Nima? $34,000? Qo'yil. Bitta deb ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Yo'q. Motori qo'yil o'ynayapti motori. Tushunarli. Yo'q. Sekinroq. Bu qanaqasiga yuryapti? Tushunmadim. Qo'yil lekin Jigulining ichiga. Jiguli baribir. Da, to'g'ri aytasiz. Yo'q, qanaqa sekin. To'g'risi boshqarish juda ham noqulay bo'lyapti. Sababi shuncha orqasi mer sal qochib turmaysizmi? Ish bola qilmaydi. Mayli, tushunarli. O'zingizdan mer. Yo'q, qo'yil. $34,000. Bu degani o'zbek so'mida 370 milliongacha bo'ladi. Jin ursin. Men bo'lganimda ham qimmatga sotardim. Nima deb bajarayapsan? Yo'q, eshitdim, o'zim nima bo'ladi, maqtayotgandim. Tushunarli, senga nasib qilsin. Rahmat. Lekin gap yo'q. Mer o'zi nima bo'ladi? Shuni olishga yetganmidingiz shaharga? Shuni olishga yetgandim. Tushunarli. Buni balonlarni nechagina kelib sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 kelib sanab ko'ramiz. 4 5 6 7 8 9 10 11 va mana bu bilan 12. 12ni 2 ga o'tamiz 24. 24X Ultra deganda Jigulida. 24X Ultra Jigulida ma'nosini tushundim. Demak 24 balon. 24. Qo'yil. Mayli, unda qolsa men uyimga boray. Mayli. Lekin tabriklayman. Rahmat Adishi. Bu yerda men shuni kutib o'tirdim. Tabriklamaysanmi? Tabrik. Nima bo'ladi? Yoddan chiqib ketibdi. Mayli, tushunarli. Mana unda qolsa men uyga boraman. Qo'yil. Lekin merni juda ham puli ko'p. Xohlagan narsasini xohlagan paytda olishi mumkin. Xo'p, mayli, unda qolsa biz hozir ichkariga kiramiz. Mana bu yerga o'tiramiz. Mayli, barchaga xayr, keyingi videoda uchrashguncha xayr hammaga. Do'stlar, bilaman video qisqa bo'lib qoldi. Mayli, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.